Assalomu alaykum, yaxshi charchamayapsizmi? Ozgina vaqtingizni olaman. Xo'p, mayli. Uylanganmisiz? Yo'q, hozir uylanmaganman. Yaxshi uylarda nasib qilsin bo'lmasam. Ay, marojna qilar ekan, marojna sotar ekansiz-da, qanaqa smesadan foydalanasiz? Hamma ishlatadigan smeslarda ishlataman. Bo'lmasa men sizga Dilia smesini tavsiya qilaman. Hozir men sizga 10 litr Dilia smesini beraman-da. Sizdan so'raladigan narsa bo'lsa, 3 tagina marojna. Kelishdimi? Xo'p, kelishdi. Mana, osh bo'lsin, charchamang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Marojna sizga. Marojna Dilia smesidan tayyorlangan marojna. Bemalol yeb ko'rsangiz bo'ladi. Yeb ko'rib, qanaqa ta'mligini aytsangiz. Yoqdimi? Gap yo'q. Mevali, zo'r gap yo'q ta'miga. Rahmat, sizga. Ta'mi shirin ekan. Yaxshi, yoqdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ozgina vaqtingizni olaman. Qo'ying, marojna sotarkansiz-da. Qanaqa smesadan foydalanasiz? Молочный, фруктовый, meva bilan qaymoqli. Men sizga hozir Dilia smesini tavsiya qilaman. Men sizga 10 litr smes beraman-da. O'zi 10 litr smesdan qancha marojna chiqadi? 100 tadan ziyod chiqsa kerak. Qarang, men sizga 10 litr beraman, 100 ta marojna qilasiz. Sizdan so'raladigan narsa 3 tagina marojna bersangiz bo'ldi. Bo'ladimi? Kelishdimi? Bo'ladi. Ta'mi idealniy, zo'r. Zo'rmi, yoqdimi sizga? Ko'p marojna bilan kelishmasdim, lekin yaxshi yoqdi ta'mi. Menga marojna yoqdi. Mazasi rosa zo'r ekan. Shirinmi, yoqdimi sizga? Shirin ekan. Rahmat fikrlaringiz uchun. Rahmat katta. Birikcha bo'lsangiz bo'ladi.